Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен boks жаңалықтары. Bugungi videomiz Alimxanulu o'zga qozoq chempiondan titulini tortib oluvga dayın. Orta salmoqda WBO және IBF chempioni Janibek Alimxanulu otandasi Merim Nursultanov bilan jekpe-jekka шығу туралы сұраққа javob berdi deb xabarlaydi. Nursultanov bilan jekpe-jek bo'lishi mumkin be? Bari mumkin. Өйткені bizde maqsad bor, 4 belbevni жинау. Eğer onun biri Nursultanovda bo'lsa, onda jekpe-jek bo'ladi, deydi Alimxanulu Astanadagi basbaso'z maslahatida. Janibekka judruq tusib turdi. Alimxanulu men fransiyalik bokschi ko'z arbasida. Astanadagi jekpe-jek oldindan Janibek Alimxanulu men uning fransiyalik qarshilasi Annuel Nigamesing alg'ashqi ret bet-bet kelib ko'z arbasida deb xabarlaydi. Boks keshi 5-savrda o'tdi. Alimxanulu bu ayqasda o'rta salmoqda WBO және IBF titullarini qo'rg'aydi. Janibek Alimxanulu Annuel Nigamesing otandasimiz IBF және WBO tushumlari bo'yicha o'rta salmoqda chempionlik belbevlarini qo'rg'aydi. Xalqaro boks keshi Qozog'iston және Qasport telearnalarida tikeli efirda ko'ra olasizlar. Sizlarмен boks жаңалықтары bo'ldi. Arnaga tirkelib videoga like bosishni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tez qana bizda bo'ladi.